Assalomu alaykum, hurmatli aka-ukalar, opa-singillar. Bugungi videomiz asosiy tojikistonlik aka-ukalarimiz, opa-singillarimizga tegishli. Shu kungacha kelayotgan ko'p savollarga javob bermoqchiman. Ayniqsa tojikistonliklar uchun. Ya'ni savollar qanaqa bo'lyapti? Tojikistonliklarda anavsi qanaqa bo'ladi? Ya'ni ketish usuli qanaqa bo'ladi? Imенно Polshaga qanday qilib boriladi? Qanaqa hujjat qilinadi? Qanaqa hujjat qilinmaydi? Yosh chegarasi qancha? Kimlar bora oladi? Kimlar bora olmaydi? Biz unga vizani qayerdan olamiz? Toshkentdanmi, Tojikistondanmi yo bo'lmasa Rossiyadanmi, qayerdan borib olamiz degan savollarga hozir qisqacha qilib tushuntirib o'tmoqchiman. Avvalambor shuni aytib o'tmoqchimanki, elchixonaga meni o'zimning qarindoshim yoki amakim yoki tog'im ishlamaydi. Shu uchun yozayotganlaringizda menga viza qilib ber, men buncha pul beraman, menga mana shuncha viza kerak deganlaringizni foydasi yo'q, to'g'risi. Bunaqa gap bilan siz agar men o'rnimga boshqa birorta odam bo'lsa agar, sirazi pulingizni olib kidalla qilaveradi. Shu uchun bunaqa narsani aytmaslik kerak. Hech kim vizaga garantiya bera olmaydi. Biz ham, bizga o'xshagan boshqalar ham, любой odam ham faqat sizga viza uchun kerakli bo'lgan hujjatlarni qilib berishadi, ma'lum bir summadan olib. Atak vizaga hech kim garantiya bera olmaydi. Ya'ni men ham garantiya bera olmayman, mendan boshqalar ham garantiya bera olmaydi. Viza faqat elchixonani qo'lida. Elchixona siz bilan suhbat o'tkazadi, hujjatlaringiz ko'rib chiqadi, suhbat o'tkazasiz, javobi 14 kundan keyin chiqadi. Yo beradi yoki bermaydi. Kimgadir nasib qiladi, kimgadir nasib qilmaydi. Shu uchun bunaqa narsaga yana biror kishi vizaga garantiya 100% garantiya beraman desa agar, unaqa narsaga ishonib o'tirmaysizlar. U foydasi yo'q, u mashinalik bo'ladi. Pul olish uchun shunaqa deyishi mumkin. Endi xo'p, tojikistonlik aka-ukalar, opa-singillar qanaqa hujjatlar qiladi, qanaqa hujjatlar qilmaydi degan gapga sizga yana xuddi O'zbekistonga qanaqa qilinayotgan bo'lsa, sizga ham xuddi shunaqa bo'ladi. Ya'ni birinchi kerak bo'layotgan narsa, sizga zagran pasport kerak bo'ladi. Mana shu, boshqa hech narsa kerak emas hujjatlardan. Faqat mana shu zagran pasportingiz bo'lsa bo'ldi, topshirsangiz bo'ladi o'sha Polshani ish beruvchi taklifnomalariga, ya'ni ish berayotgan kompaniyalarga taklifnoma uchun topshirsangiz bo'ladi. Endi yana bitta yangilikni aytib o'tmoqchiman. Kommentariyga yozyapti odamlar, misol uchun men приглашение qilib beraman. Mana bu Polshaga kiyim-kechak skladlariga, ya'ni 4 ta shaharga qilib bera olaman. Bydgoszcz, Zielonaya Góra, Gdynia, Gdansk shaharlariga qilib bera olaman. Endi hozir bu yangiliklardan biri, hozir ko'ryapsizlar, iyundan boshlab приглашение 3 oyga chiqishni boshladi. Yaqinda qonun ham chiqdi. Bu qanaqa qonun? Ya'ni endi приглашение 3 oyda ichida chiqarib berilsin. Ya'ni undan o'tib ketmasligi kerak. Shunaqa qonun chiqdiki, endi kech chiqib ketmaydi приглашениялар. Bu davlat tarafidan ham tasdiqlandi. Ya'ni shunaqa qonun chiqarildi. Ya'ni oldin bu narsa cho'zilib ketayotgandi. Bir xillar 6 oy ham, 7 oy ham, 8 oy. Misol uchun o'zimning oiladagilarim ham 1 yil ham kutdi. O'sha приглашенияni 1 yil deganda oldik. Xullas, hozir endi 3 oyga chiqyapti. Endi yana asosiy mavzuga qaytamiz. Tojikistonliklar uchun faqat kerak bo'layotgan narsa faqat zagran pasport. Keyin приглашение. Приглашение olingandan keyin nima qilinadi? Приглашение olingandan keyin navbatga qo'yiladi. Navbatga qo'yilgandan keyin siz ishingizni qilaverasiz. Nima ish qilayotgan bo'lsangiz, ya'ni faqat bunga qarab o'tirish kerak emas-da. Ishingiz bo'lsa, ishingizni qilaverasiz, bekor qolmaslik uchun, pul ishlash uchun. Qachonki ham navbat kelishi ham hozir tezlashdi. Ya'ni oldin misol uchun 1 yil, 1,5 yil ketayotgan bo'lsa, hozir 5 oydan 7 oygacha o'rtacha shuncha bo'ldi. Shuncha vaqtga kelyapti hozir. Ya'ni navbat qo'yib bergan odamlarniki o'rtacha 5 oy bilan 7 oydagi kelyapti. Qolganlarda ham eshityapman, shu masofa, shu oraliqda kelishyapti приглашенияsi. Navbati. Navbat kelgandan keyin nima qilinadi? Navbat kelgandan keyin Toshkentga boriladi. Tojikistonliklar ham, O'zbekistonliklar ham hammasi, ya'ni Tojikistonga Polsha elchixonasi bo'lmaganligi uchun Tojikiston fuqarolari ham hammasi O'zbekistondagi Toshkent elchixonasiga kelishadi. Ya'ni siz o'sha bir kun oldin yo'lga chiqsangiz agar, Toshkent o'sha suhbat kuningiz ertalab barvaqt 7 ga yetib kelsangiz, o'sha kelgan kuningiz o'ziga birdan o'sha biz ofisimizga borsangiz, Zo'qchonni o'zi birdan sug'urta qilib berishadi sizga. Sug'urta qilib bergandan keyin o'sha qolgan hujjatlaringizni yig'asiz, rasm-pasm tushasiz, bir hammasini taglab berishadi bolalar. Keyin kirishdan oldin sizga suhbatga ham tayyorlashadi. Ya'ni nima deyishga, nima qo'yishga, qanaqa savol-javob bo'ladi, hammasini bolalar o'zi tushuntirib, chiroyli qilib kirgizib yuborishadi sizni. Javobi keyin 14 kundan keyin chiqadi. Javobiga ham shu 14 kundan keyin kelasiz, oddiy zagran pasportingiz bo'ladi qo'lingizda. O'sha zagran pasport bilan kirasiz, qo'lingizda chek bo'ladi, to'lov qilganligingizni tasdiqlovchi chek bo'ladi elchixonaniki, 135 yevrolik. O'sha chek bilan kirasiz, javobni olib chiqasiz. Xo'p, endi qanaqa vakansiyalar bor deganlaringizga, bizga 4 xil vakansiya bor. Shulardan 3 xilini ofisimiz orqali oformit qilsangiz bo'ladi, bir xilini o'zim orqali qilsangiz bo'ladi. Ya'ni men orqali qilinayotgan narsa bu faqat kiyim-kechak skladlari bo'ladi. Ya'ni 4 ta shaharga qilib beraman. Mavzuga qaytaman yana. Приглашение $600 bo'lyapti. Bu yerdagi primo mana bu kiyim-kechak skladlaridagi anavlar, приглашениялар. Ofisdagi narxga $200 qimmat bo'lyapti. Nima uchun $200 qimmat? Chunki ofisda siz shartnoma qilasiz.
to'lovlar bankda bo'lganligi uchun hammasi to'lovlar nalog to'lanadi. U yerda ofis xarajatlari bor, ishchilar xarajatlari bor. O'shalardan kelib chiqqan holda $200 qimmat bo'lgan ofisdagi narx. Atak u yerdagi rezultat ham, meni qo'limdagi rezultat ham hammasi bir xil bo'ladi. Nimaga ofis yaxshiroq, nima uchun ofisda ko'proq xohlaydi odamlar desalaringiz, ikkita sababi bor. Ikkita sabab bor. Birinchisi, kimdir menga primoy harakat qilishga qo'rqadi, ya'ni kidat bo'lib qolishni xohlamaydi. Ya'ni o'ylashi mumkin, misol uchun menga pulni jo'natgandan keyin 50%ni oldindan 50% to'lanadi. 50% to'lagandan keyin o'ylashi mumkin, bu $300 olib qochib ketadi Yevropaga, shu Amerikaga qochib ketadi deganlar uchun ofis yaxshiroq, chunki ofis qochib ketmaydi, u yerda shartnoma bo'ladi. Shartnoma bo'lgandan keyin to'lovlar bankka qilingandan keyin hech qayerga qochib keta olmaydi. Misol uchun men ham qochib ketmayman, lekin odamning o'zining ichiga shunaqa shubha bo'lishi mumkin. O'sha shubhasi bor odamlarga ofis yaxshi, ma'qulroq. Lekin ko'pchilik menga yozadi, ya'ni aytadi, senga qanday ishonsam bo'ladi? Senga qanaqa, misol uchun pul to'lasam, senga qanday ishonsam bo'ladi? Sen qani allamaysan? Menga ishoning deb men hech kimga ayta olmayman. Hech kimga elanishga men vaqtim ham yo'q. Pul uchun hech kimga elanmayman ham. Shu uchun kim ishonsa harakat qilsa bo'ladi. Ishonmasa agar borib ofis tomonidan, ya'ni dokumentlarni harakat qilsa bo'ladi. Ishonchga kelsak, ishonch $200 bo'lyapti. Ya'ni menga ishonmasangiz agar $200 ko'proq to'lab ofisga borib harakat qilsangiz bo'ladi. Ishonsangiz $200 kissangizga qoladi. Shu. Keyin ofisdagi vakansiyalar tushuntirdim. Ofisdagi vakansiyalarimiz qurilish sohasida bo'ladi, har xil yo'nalishi bo'yicha. Ikkinchisi oziq-ovqat skladida bo'ladi. Uchinchisi go'sht mahsulotlarida bo'ladi. Ya'ni qassoblar, ya'ni upakovka, har xil ayollar ham, erkaklar ham ishga olinadi u yerda. Upakovka ham bo'ladi, kesish ham, bo'lish ham, xuddi ayrilish, xullas qadoqlash ishlarida qatnashiladi hamma. Oziq-ovqatda ham xuddi shunaqa sklad bo'ladi. U yerda ham quruq oziq-ovqat bo'lgandan keyin quruq sklad bo'ladi. Uchinchisi qurilish yo'nalishi. Qurilishda har xil yo'nalishi bo'yicha ustalar ham bo'ladi, обычный пособникlar ham hammani ishga oladi. Endi yosh chegarasiga kelsak, yosh chegarasi 18 yoshdan ham 18 yoshdan qabul qilinayotgan joy ham bor, 20 yoshdan qabul qilinayotgan joy ham bor. To 60, mana bu 65 yoshgacha qabul qilinayotgan joylar ham bor. Ayrim joylar bor 55 gacha qabul qiladi, ayrim joylar bor 60 gacha qabul qiladi, ayrim joylar bor 65 gacha qabul qiladi. 65 gacha qabul qilayotgan joy bu go'sht mahsulotlariga 65 yoshgacha qabul qiladi, u yerda farqi yo'q. Bemalol topshirsa bo'ladi. Atak ko'p joylar 55-60 yoshgacha qabul qiladi, ayollarni ham, erkaklarni ham. Приглашение chiqish muddatiga kelsak, приглашение chiqish muddati mana yaqinda ko'rdilaringiz, iyun oyida topshirgan приглашениyalarimiz 3 oyga kelib chiqdi. Ya'ni bundan keyin ham cho'zilmaydi, chunki qonunlar ham tasdiqlangandan keyin bundan keyin polnosti hamma приглашениyalar ham 3 oyda ichiga chiqadi. Nasib bo'lsa, mana bugun 26 bo'lsa agar, mana shu oyda oxirigacha yana bitta gruppa приглашениyalarimiz tayyor. Ularni hali chiqqandan keyin e'lon qilaman. Nasib bo'lsa, bu приглашениyalarga topshirganimizga ancha bo'lgan, lekin oldingi приглашениyalarımizdan, yangi yildan oldin ham topshirganlar bor, bularning ichiga yangi yildan keyin ham topshirganlar bor. Bu oldingi partiya topshirgan приглашениyalar, bu juda uzoq vaqt chiqyapti. Xullas, mana shu приглашениyalardan chiqqandan keyin qolgani faqatgina yangi приглашениyalar qoladi. Ya'ni yaqinda topshirgan, iyulda topshirganlar, avgustda topshirganlar qoladi, sentyabrda topshirganlar qoladi. Xullas, nima demoqchiman, tojikistonlik aka-ukalarimiz, opa-singillar ham bemalol topshirsangiz bo'ladi. Faqatgina sizlarda mamlakatlaringizda elchixona yo'q. Shu uchun sizlar ham shu O'zbekiston territoriyasidan, ya'ni Toshkentdan kelib elchixonaga suhbatga kirsangiz bo'ladi. Endi kelayotgan xarajatlarga kelsak, misol uchun приглашениyaga $600 pulingiz ketadi. Buni ham 2 bo'lib to'lanadi. Ofisda ham xuddi shunaqa, o'zimda ham shunaqa. Mendagi $600 bo'layotgan bo'lsa, oldindan $300 to'lanadi, приглашение tayyor bo'lgandan keyin $300 to'lanadi. Ofisdagi $800 bo'layotgandan keyin $400 oldindan to'lanadi, $400 chiqqandan keyin to'lanadi. Undan keyingi xarajatlar nimaga ketadi? Undan keyingi xarajatlar приглашениyangiz chiqsa agar, приглашение chiqqandan keyin, navbatga qo'yilgandan keyin, navbatga qo'yilib, navbatingiz kelgandan keyin elchixonaga borgan paytingizda sug'urtaga $80 pulingiz ketadi, elchixonaga kirish uchun 135 yevro pulingiz ketadi. Boshqa xarajat bo'lmaydi. O'shandan keyin, misol uchun, deyarliki vizani oldingiz, viza olganingizdan keyin siz bilet olasiz. Bilet har xil 250 dan boshlanadi to $500 gacha. Primoy olaman desangiz agar $500 bilet narxlari. Buni oldinroq olsangiz yoki пересадка bilan olsangiz arzonroq ham tushadi.
keyin qistangizga bir $200 qistangizga sog'sangiz agar bu yerda kelib, misol uchun birovdan pul so'ramaysiz. Bemalol oyligingizga chiqib olasiz o'sha bilan. Kelgandan keyin, misol uchun ishga kirganingizdan keyin, yana bitta narsa aytib o'tmoqchiman. Bu приглашениялар, odamlar savol beryapti, yana qiziq savollar. Biz borganimizdan keyin nima ishga ishlaymiz? Sizga kelganingizdan keyin mana приглашение oldingizmi? O'sha приглашенияni olib bergan ishxonamizga borib joylashasiz. O'sha yerga ishlaysiz. Keyin bu yerga kirganingizdan keyin boshida bir hafta 10 kun ishlaganingizdan keyin sirazi avans olsa bo'ladi. Ya'ni 150-200 evroni orasida avans olsa bo'ladi. Avans beriladi sizga. Ya'ni muammo bo'lmaydi. Uzr, adashib ketdim. 200 evro debman. 200 zlotgacha boshlanishda 200 zlotgacha avans olsangiz bo'ladi. Keyinchalik o'sha oylikka chiqib olasiz o'shandan keyin. Bemalol o'sha qistangizga bir $200 olsangiz, bemalol sizga yetib ortadi. To oylikka chiqib olguningizcha muammo bo'lmaydi. Keyin bu yerdagi shart-sharoitlarni tushuntirib o'taman. Shart-sharoitlar mana bu men aytayotgan yo'nalish bo'yicha. Endi qolgan 3 ta vakansiya bo'yicha Zohjon o'zi ma'lumot beradi. Telefonlarini qo'yib o'taman Zohjonni ham. O'ziga aloqa chiqsangiz 3 ta vakansiya bo'yicha, ya'ni qurilish ishlari, oziq-ovqat sikladi, go'sht kombinatidan Zohjonni o'ziga aloqa chiqasizlar, Zohjonni o'zi ma'lumot berishadi. Men faqat kiyim-kechak sikladi bo'yicha ma'lumot beraman. Ya'ni kiyim-kechak sikladida siz kelasiz, sizni yotoqxonaga joylashtirishadi, hostelda. U yerda ayollar, erkaklar alohida turishadi, o'zining alohida komnatalari bor. Keyin turganingizdan keyin yotoqxonaga $130 sizdan olishadi. Ya'ni oldindan olishmaydi. Uzr. Oldindan olishmaydi. $130 to'lov bor, yotoqxonani oldindan olishmaydi. U qachonki siz oylik olsangiz, oyligingizdan minus qilib qolishadi. Bitta xonaga misol uchun 3 kishi yoki 4 kishi turishi mumkin, toza akkuratni joylarda. Keyin yegan ichgan hammani o'zida, chunki ishxona nimaga bermaydi? Hamma har xil musulmonlar bor, xristianlar bor, hindistonliklar bor, malayziyaliklar bor, va shunga o'xshagan boshqa davlatlar, ya'ni Filippinliklar bor, Indoneziya bor, har xil davlatdan odamlar ishlaydi. Shuning uchun hamma o'zini anosini, nima desam, produktasini o'zi magazinga borib o'zi qiladi va o'zini kissasidan bo'ladi. Oylik maoshlarga kelsak, skladlarda 24,5 zlotdan to'lanadi. Ya'ni bu dollarda hisoblasangiz, menimcha yo $6 yo $6 orasida o'ynaydi soatiga. Kelgan odam birdaniga hech qachon 15 soat, 16 soat, 12 soat ishlamaydi. Chunki hech qachon yangi kelgan odamga uncha ko'p vaqt bermaydi. Yangi kelgan odamga minimum, maksimum ham 10 soatdan ish beriladi. 10 soatdan ishlaysiz boshlaga. Xohlasangiz borib ishlasangiz ham bo'ladi, xohlamasangiz, misol uchun boshqa joyda o'zingizga tanishlaringiz, aka-ukalaringiz, qarindosh-urug'laringiz bo'lsa agar, o'sha boshqa joyga bemalol ketsangiz bo'ladi. Hech qanaqa muammo qilinmaydi, chunki siz приглашение sotib olganingizdan keyin u yerda borib ishlashga majbur emassiz, lekin ishlab tursangiz ham bo'ladi, borib yaxshi pul to'lashadi. Yo bo'lmasa kimda-kim, misol uchun mendan приглашение olayotganlar bo'lsa agar, o'sha kim mendan приглашение olsa agar, kelgan odamlarga bemalol mana o'zim yo'nalishim bo'yicha ishga qo'yib qo'yaman, shofyorlik yo'nalishi bo'yicha. Faqat bu yerdan приглашение qilib bermayman. Приглашение faqat kiyim-kechak yo'nalishi bo'yicha qilib bera olaman skladdan. Bu yerga yetib kelgandan keyin mana bu o'zim ishlayotgan yo'nalishga qo'yib qo'ya olaman. Bu yerga eng kamida siz $2000 dan oylik olasiz, kamida. Bu hozir даже 2000 emas, $2200-2300 dan oylik olasiz. Men ishlayotgan yo'nalish bo'yicha $300 xarajat qilsangiz ham $2000 chista uyingizga jo'natsangiz bo'ladi. Yangi kelgan joyingizdan yangi ishga boshlasangiz agar bemalol $2000 jo'natasiz. Keyinchalik tepaga qarab ketaveradi bu narsa. $3000 gacha oylik ishlasa bo'ladi bizlarda yo'nalishimiz bo'yicha. Bu ham lekin birdaniga ha deganda ma deb berib qo'ymaydi $3000 deb. Bu ishlash davomida ma'lum bir vaqt, misol har 45 kunga misol uchun kelasiz, bazaga kelasiz, hisob-kitob qilganingizda tepaga qarab oyligingiz tepaga qarab ko'tarilib ketaveradi. To maksimum 3000 gacha. Atak sizda C kategoriya bo'lsa, sizda kod 95 yoki chip kartalar bo'lsa agar, sizda oyligingiz birdaniga kunlik $100 dan boshlanadi. Yo va undan ham tepasidan boshlanadi va u ham tepaga qarab ko'tariladi. Oddiygina mana kichkinagina butikda ishlab, siz bemalol $2000 dan tepaga qarab ishga ishlasangiz bo'ladi. Agar C kategoriyangiz bu 3500 даже 4000 gacha ham borishi mumkin. Bu gaplarim fantastika tuyulishi mumkin, lekin men shu vaqtgacha yolg'on gapirmaganman shu vaqtgacha. Hozir ham yolg'on gapirganim yo'q. Ya'ni men realniy oyliklarni gapirib beryapman. Ayrim furachilar aloqa yozib qolishi mumkin. Biz furada bunaqa oylik olmaymiz. Siz yotib o'rganingizga bunaqa oylik ola olmaysiz. Bu ishlarda ishlash uchun harakat kerak. Sal ko'tarib, qo'pol bo'lsa ham ko'tarib, izlanib, harakat qilib, gaplashib odamlar bilan harakat qilsangiz agar pul topsa bo'ladi. Chunki men eshityapman, oddiy furada ham 1800 ga ham ishlayotganlar bor ekan, 2000 ga ham ishlayotganlar bor ekan, 2200, 2300, 2400 ga ham ishlayotganlar bor. Lekin bu fura yo'nalishida bu juda kam. Endi Alloh barakasini bersin. Lekin
imенно kelyapmizmi, qo'limizda shuncha hunarimiz bor, pravamiz bor, chip kartamiz kod 95 timiz bormi, biz haydashni bilamizmi? Bilamiz. Demak, harakat qilish kerakki, ko'proq pul topishga, ko'proq harakat qilishga, chunki bu yerda bizni hech kim boylab qo'ygani yo'q. Ma'lum vaqt bu yerga ishlaymiz-ku, biz ham ketamiz. Bu yerda bir umr qolib keta olmaymiz. Shuning uchun shu vaqti borida, kelgan vaqtimizda, yoshlikda pulni bosib qolish kerak. Keyin surish kerak bu yerdan tez-tez. Так что shunaqa gaplar. Если что, nomerlar bo'lsa, mana shu ekranda yoki описаниеda, kommentariyada qoldiraman. Kirib bemalol telefon qilib aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Ko'proq menga aloqa chiqmoqchi bo'lsangiz agar WhatsAppdan iloji boricha faqat голосовой qiling, yo bo'lmasa прямой telefon qiling. Agar telefon ko'tara olmasam, голосовой qilib qoldirsangiz ham bo'ladi savollaringizni. Men prosta o'qiy olmayman, lekin голосовойni eshitaman yaxshi. Telefon qilsangiz, agar ko'tara olmasam, vaqtim bo'lmagan bo'ladi. Ko'tarsam agar men vaqtim bo'lgandan ko'taraman. Yo'lga bo'lsa ham ko'tarib ketaraman, faqat vaqtim bo'lmasa ko'tara olmayman. Faqat telefon qilishda vaqtini aytaman. Ertalab, misol uchun, Toshkent vaqti bilan 12 dan keyin telefon qilingizlar. Kechqurun Toshkent vaqti bilan to nechigacha desam, 10 gacha telefon qilsangiz bo'ladi Toshkent vaqti bilan. Ertalab 12 dan to kechki 10 gacha. Mana shu vaqt orasida bemalol gaplasha olaman. Undan keyin balki dam olayotgan bo'lishi mumkin, balki ishim bo'lishi mumkin, shuning uchun ko'tara olmasligi mumkin. Keyin SMS qoldirgan paytlaringizda ham birdan javob bera olmasligi mumkin, chunki ko'p odam yozganligi uchun hammaga navbati bilan vaqtim bo'lgan paytlari javob beraman. Lekin hech kimning savoli javobsiz qolib ketmaydi. Lekin ayrim odamlar bor, meni ChatGPT deb o'ylaydi. Shu uchun ularni savoliga men javob bermayman, chunki ular undan ham o'tib ketadi, me'yordan ham savol beradi, men javob beraveraman. Oxiri uyda problema bo'lsa ham menga yozayotgan bo'lib qoladi. Unaqalarga javob bermay, chorni spiskaga qo'yaman. Keyin boshqa akkauntdan haqiqiy yuzi bilan boshida akajon, otajon deb yozayotgan odamlar boshqa akkaunt bilan keyin so'kinib chiqishadi javob bermagandan keyin. Так что ChatGPT ni o'rniga menga yozmoqchi bo'lsangiz, yozib o'tirmang, javob bermayman unaqa savollarga. Menga faqat ish bo'yicha konkret maqsadingiz bo'lsa, maqsad bo'yicha aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Faqat Polsha yo'nalishiga, Polsha davlatiga men yordam bera olaman. Ma'lumotlarim ham Polshaga tegishli. Qolgan davlatlarda men dokument yo'nalishini bilmayman, qanaqa kelishini ham bilmayman, dokument qanaqa bo'lishini ham bilmayman. Так что mana shunaqa bo'ladi. Bugungi ma'lumotlarimiz shulardan iborat. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.